Qachongacha bunaqa retseptlarni mehmonga borganda tayyorlayman deb saqlab qo'yasiz? Biror kun kechki ovqatga albatta tayyorlab ko'ring. Retseptini qoldiraman. Assalomu alaykum. Ishimizni qiymaga guruch, tuz, ziravorlar hamda tuxumni solib yaxshilab aralashtirib olishdan boshlaymiz. Bir siqim qiymani ichiga bitta donadan pishirib olingan bedana tuxumini solib, koptokchalar yasab olamiz. Ana endi baland olovda qizib turgan yog'da kartoshkalarni orqa oldindan qizartirib qovurib olamiz. Kartoshkalarni yog'dan olib, yana shu yog'da qiymali koptokchalarni ham qizartirib, birov qovurib olamiz. Kartoshka bilan qiymani qovurganda yog' biroz ko'proq bo'ladi. So'ng ortiqcha yog'larni olib tashlab, qalinroq to'g'ralgan piyozni biroz qizargunicha qovurib olamiz. Ketidan pari to'g'ralgan chesnok, tabimizga ko'ra tuz va ziravorlar hamda sabzini qo'shib birgalikda yana ozgina qovurib olamiz. Eng oxirida pomidor sharbatidan quyib, lavr yaprog'ini sovuramiz. Qiymali koptokchalar va kartoshkalarni ustma-ust terib, pastroq olovda 1 soatga dimlab qo'yamiz. Pomidor sokida pishgan go'sht va kartoshkalar shunaqayam mazali bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'ringlar.